Yaqin Sharqdagi urushning ikkinchi haftasida nimalar sodir bo'ldi? 9-16 mart xronologiyasi. Bugun Yaqin Sharqdagi urushning ikkinchi haftasida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bu safar shunchaki raketalar, portlashlar, vayronalar va raqamlarga to'xtalmaymiz. Bu urush neftga katta ta'sir qilmoqda, gaz ta'minotiga ta'sir qilmoqda, oilalarga, migrantlarga, bozorlarga, savdo markazlariga ta'sir qilmoqda. Eng og'ir tomoni shundaki, siyosatchilar qarorlarni qabul qiladi va buning evaziga oddiy aholi aziyat chekadi. Xo'sh, 9-16 mart oralig'ida jahonda nimalar sodir bo'ldi? Yaqin Sharq inqirozi. Urush qanday boshlangan edi? Bu haftadagi voqealarni tushunish uchun bir necha kun ortga qaytish kifoya. 2026-yil 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eron hududiga yirik hujum boshladi. Oradan ko'p o'tmay ushbu to'qnashuv mintaqaviy doiralardan chiqib, butun Yaqin Sharqni larzaga keltiruvchi yirik inqirozga aylandi. 9-martdan boshlab esa vaziyat yanada keskinlashdi. 9-mart harbiy va ramziy zarbalar. O'sha kuni Isfahon yana nishonga aylandi. Isfahon bu shunchaki shahar emas, balki 1000 yillik tarix va madaniy meros maskani hisoblanadi. Undagi tarixiy maydonlar, masjid va saroylar butun insoniyat boyligi hisoblanadi. Shu bois Isfahondagi har bir portlash nafaqat Eron, balki dunyo madaniy merosi uchun ham ulkan yo'qotish sifatida qabul qilindi. Shu kuni Amerika prezidenti Donald Tramp biz hali Eronga quruqlik qo'shinlarini kiritish haqida qaror qabul qilmadik deb bayonot berdi. Bu gap ayrimlarni tinchlantirgandek bo'lsa-da, havo hujumlari to'xtamagandi. Shu kuni Turkiya osmoni orqali uchib o'tgan ballistik raketa Gaziantep yaqiniga tushdi. Turkiya NATO a'zosi ekanini hisobga olsak, bu urush geografiyasi kengayishiga jiddiy signal edi. 10-mart kuni Turkiya Shimoliy Qibrosga F-16 samolyotlari va havo mudofaa tizimlarini joylashtirdi. Sababi Eron Qibrosga AQSh bazalarini potensial nishon deb e'lon qilgan edi. 11-mart kuni esa Eronning oliy rahbari Mujtabo Xamonai yaralangani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqaldi. Tramp urush tugash arafasida ekanini aytsa-da, voqealar rivoji buning aksini ko'rsatardi. 12-13-mart haftaning eng dahshatli kunlaridan biri bo'ldi. Bu kunlar urushning eng og'ir pallasi edi. Bayrut markaziga berilgan zarbalar natijasida Livan ham olov ichida qoldi. 100 minglab aholi o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari tibbiyot markazlarining nishonga olinishi va shifokorlarning halok bo'lishi urushning naqadar ayovsiz tus olganini ko'rsatib turardi. Shifokorlar jangchi emas, balki ularni hayotga qaytaruvchi kishilar edi. O'sha kuni ko'plab yaralanganlarni hayotga qaytaruvchi shifokorlar ham vafot etgandi. 13-mart kuni esa AQSh ham yo'qotishlarga uchradi. G'arbiy Iroqda yonilg'i qo'yish samolyoti qulab tushib, amerikalik harbiylar halok bo'ldi. Fors ko'rfazi ham xavf ostida qoldi. Urush global iqtisodiyotning yuragiga yetib bordi. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar osmonida xavf signallari yangradi. Ayniqsa Qatardagi Ras Laffan gaz majmuasi atrofidagi vaziyat dunyoni xavotirga soldi. Ras Laffan dunyodagi eng yirik suyultirilgan gaz markazlaridan biri hisoblanadi. U yerdagi uzilish Yevropadagi isitish tizimidan tortib Osiyodagi sanoatgacha ta'sir qiladi. Portlash Yaqin Sharqda yuz bermoqda, biroq uning narxini minglab kilometr uzoqdagi oilalar ham to'lamoqda. 15-mart kuni tomonlar bir-biriga berilgan minglab zarbalar haqida hisobot berishdi, biroq frontdagi haqiqiy holat siyosiy bayonotlardan ancha farq qilardi. Urushning kunlik xarajati milliardlab dollarga yetdi. 16-mart kuni esa Dubay xalqaro aeroporti yaqinidagi yonilg'i tankiga zarbalar berildi. Birlashgan Arab Amirliklari durdonasi sanalgan Dubay shahri dunyo logistikasining asosi hisoblanadi. Bu yerdagi har qanday uzilish global savdo va harakatni falaj qiladi. Urushning haqiqiy bahosi nima? G'oliblar va mag'lublar haqidagi bayonotlar ortida achchiq haqiqatlar yashirinib yotganday. Hormuz bo'g'ozidagi xavf sababli neft narxi oshib ketgan. Bu esa oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari qimmatlashishiga olib keladi. Uyini yo'qotgan qanchadan qancha qochqinlar, halok bo'lgan tinch aholi va vayron bo'lgan madaniy meroslar. Bu urush frontdan yiroqdagi oddiy odamlarning, xoh u Yevropadagi ishchi bo'lsin, xoh osiyolik migrant dasturxoniga va hamyoniga zarba bermoqda. Bu mamlakatlarning birgina hujumi qanchadan qancha inqirozlarga sabab bo'lmoqda, biroq hali ham ular buni o'ylab ko'rmayotgandek. Voqealar rivojini bizda Rost 24 da kuzatib boring.